Demak, demak, xotirani iyerarxiya bo'yicha tashkil qilinish to'g'risida gaplashib o'tgandik. Demak, registr xotira eng yuqori, tezkor va narx qimmat bo'yicha, demak, shu tartibda diagrammada joylashtirilgan piramidada. Mana kishni birinchi darajali kish xotirasi, ikkinchi darajali kish xotirasi, uchinchi darajali kish xotirasi va operativ xotira. Undan keyin esa tashqi xotira joylashtirilgan. Demak, ana shu tartibda ma'lumotlar protsessor orqali qayta ishlanadi. Xo'p, operativ xotiradagi ma'lumotlarning kesh xotiraga olinishi qanday tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni operativ xotiradan kesh xotiraga ma'lumotlar qanday uzatiladi? Mana operativ xotira asosan klaster xotira tuzilishini bo'yicha nimani o'qigan bo'lsangizlar, xotira segment va klasterlarda joylashadi. Mana 8-chi segmentdasak, klasterlarda ABCDlar klasterlarda joylashtirilgan deb qaraymiz-da. Mana 4 bayt, demak 4 baytdan joylashtirilgan. Shuning uchun mana 4 bayt joyini kesh xotirani 4 baytiga olish kerak. Mana. Bunda kesh xotirada undan tashqari ma'lumot, bu faqatgina ma'lumotlardan tashqari uni adresi, mana kesh xotiradagi adresi, ya'ni o'sha L1 L2 nimada qaysi registrda nimalarda joylashishi, slot, demak qaysi slot, mana 0 1 2 3, mana demak ma'lumotlarni joylashi, mana S deganimiz, mana bu yerda ham ma'lumot joylashyapti. 4dan ma'lumotlar shu tartibda operativ xotiradan kesh xotiraga olinadi. Demak, mana bular ketma-ket ravishda kesh xotirada protsessor bevosita bular bilan ishlaydi, bu ma'lumotlardan. Shuning uchun bizlar kesh xotiraga ma'lumotlarni bloklashni ko'rib chiqdik bundan oldingi slaydimizda. Demak, xotiraning iyerarxik tartibda joylash sxemasi mana shunday tartibda amalga oshirilgan. Mana registrlar, keshni birinchi darajali xotirasi L1, mana keshni ikkinchi darajali xotirasi, birinchi darajali mana xotirada, demak kesh instruksiyalar, keshni uchinchi darajali xotirasi va operativ xotira. Mana operativ xotira bilan bevosita nima? Uchinchi darajali kesh xotira ma'lumot operativ xotiradan kesh xotiraga ma'lumot olinadi. Undan keyin mana shu tartibda registrlardan keyin esa buni nima ishlaydi? Protsessor uni qayta ishlaydi. Registrlardan ma'lumotni oladi. Har bir registr bilan registrdagi ma'lumotlar bilan demak protsessor mantiqiy amallarni bajaradi. Xo'p, xotiraning iyerarxik sxemasi. Mana bu yerda dasturda yozilgan dastur, mana inproc, mana sikllar, mana ma'lumotlar EJ, BJ ko'rinishida ma'lumotlar joylashgan. Endi operativ xotira bu demak 2 gigabayt operativ xotira deyilgan bu yerda. Demak, sekin ishlaydigan, nisbatan nimaga, kesh xotiraga nisbatan sekin ishlaydigan xotira qurilmasi mana bu yerda ishlanayotgan aktiv ma'lumotlar qizil bilan keltirilgan. Mana shu ma'lumotlar xotirada joylashgan. Mana shu ma'lumotlar kesh xotiraga endi ma'lumot olinadi. Mana undan tezkorroq xotira, demak kesh xotiraga olinyapti. Mana bu ma'lumot bu yerga, bu nima qilib ma'lumotlar olinyapti. Bunda masalan kesh xotirani L1 va L2 xotiralarga ma'lumot olinyapti deb deyilgan, bu yerda 64 kilobayt, 2 megabayt demak xotira. Endi registrlarda mana o'ta tezkor registr qurilma, demak xotira qismi, demak 32 ta nimadan iborat? Mana shu qismlarda mana bitta aytganimiz o'zgaruvchilarni joylash tartibida ko'rsatgandik. Demak, bu yerda 3 bayt joyni egallagan, mana bu yerda 3 bayt joy.
Shunday tartibda ma'lumotlar registrda joylashtirilgan. Endi dastlabki aytganimizda ma'lumotlarni, demak, dasturning e, ustunlar bo'yicha massivda ustunlar bo'yicha sakrashi to'g'risida ma'lumot berilgandi. Mana mana bu nimamiz, sekin ishlaydigan ma'lumot ko'rinishi to'g'risida ma'lumot nima qilingan, sekin ishlaydigan tartibdagi kod ko'rsatilgan. Mana demak, ma'lumotlar mana AIJ bitta satr. Bu yerda esa nima ko'rsatilgan? Ustun ko'rinishdagi ma'lumot ko'rsatilgan. Bular har qaysi alohida registrlarda joylashganligi sababli har safar uni o'chirib, registrdan qaytadan mana bu qo'yib, keyin buni ko'paytirib, buni qo'yib, ana shunday tartibda ketma-ket ishlamaganligi sababli bu tezligi samarasiz hamda tezligi past dastur kodi deb hisoblanadi. Endi tezkor ishlaydigan kod sifatida mana to'g'ridan to'g'ri birinchi, demak, ya'ni massivda ma'lumotlarni o'tish tartibi dastlab satr bo'yicha, keyin ustun bo'yicha amalga oshirilsa, demak, satr bo'yicha o'tiladigan bo'lsa, mana bu yacha ekan, mana bu bir chetda mana bu satrlarga ko'paytirib, satr qiymatlari ko'paytiriladigan bo'lsa, demak, bunda ma'lumotlar kechda ketma-ket joylashtiriladi. Mana bu to'rttasi joylashadigan bo'lsa, demak, dastlab bunga, keyin bunga, keyin bunga ishlatib bo'lgandan keyin mana bu to'rttasi olinib, keyingi to'rttasi yana kechga joylanadi va ular ketma-ket ravishda ishlatiladi. Natijada demak buni ishlash tezligi yuqoriroq bo'ladi. Demak, ma'lumotlarni kechda tekstlash va to'ldirilish. Demak, cache line degan tushuncha bor. Cache qatori degani nima? Cache line. Bu cache xotiraning eng kichik birligi bo'lib, zamonaviy protsessorlarda odatda 64 kilobaytni tashkil qiladi. Keshning vizual ko'rinishi quyidagicha, demak 64 bayt. 0 dan tortib to 63 gacha mana shunday yacheykalardan iborat bo'ladi. Har bir katak 4 baytdan iborat. 32 32 bit sistemalar yoki 4 har bir katakda 4 baytli bo'ladi 32 baytli sistemalar uchun, bitli sistemalar uchun, yoki 8 bayt bo'ladi 64 bitli sistemalar uchun. Bizni ishlatgan Windows'larimiz asosan 32lik yoki 64 bitli rejimlarda mavjud bo'ladi, ya'ni e, 64 bitli yoki masalan 32 bitli bo'yicha Windows o'rnatilgan vaqtida formatlash jarayonida klasterlar quyidagicha tashkil qilinib, xotiraga mana shunday tartibda murojaat amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni tekstlash, aligment nima uchun kerak? Demak, oldingi slaydimizda ko'rsatib o'tganimiz kabi ma'lumotlarni kish xotira uchun e, e'lon qilishdan oldin tekstlashni amalga oshirishimiz kerak, chunki xotiradan optimal foydalanish maqsadida shu jarayonni bajaramiz. Protsessor ma'lumotlarga tezroq murojaat qilishi uchun ularni ma'lum chegaralarda joylashtirishimiz kerak. Tekslanmaslik muammosi. Mana qaraydigan bo'lsak, A, B, C, demak char, A int B double C. Demak, double C'miz 8 bayt joyini egallaydi. B 4 bayt joyini egallaydi, 1 bayt joyini egallaydi char tipidagi. Tekslangan ma'lumotlar double C 8 ga 4 ga karrali. Oldin, demak, 4 dan 4 dan bo'linib keladi. 4 nimani yozganidan keyin yana 4 katakchani to'ldiradi. Mana bunda double C'ni dastlab e'lon qilsak, padding hosil bo'lmaydi kechda. Int buni qaraydigan bo'lsak, 4 bayt joyini egallaydi. Bunda ham 4 ga karrali bo'lganligi sababli padding hosil bo'lmaydi. Char A'da demak 1 bayt joyini egallaydi va 3 ta padding hosil bo'ladi. Demak, buning uchun bizlarga 12, 16 bayt. Mana bu 8 bayt, 4 bayt, bu ham 4 bayt. Demak, 16 bayt joy kerak bo'ladi. Fast sharing tushunchasi.
Fast sharing deganda nimani tushunamiz? Ikkita turli oqim, potoklar deymiz, ko'p yadroli protsessorlarda, demak, har bir yadro, har bir yadro o'zini, demak, oqimlari bilan ishlaydi. Demak, ikkita turli faraz qilaylik, ikki turli oqim bir xil keshdagi kesh umumiy yadrolar har turli. Demak, ikki turli oqim bir xil kesh qatorida turli ma'lumotlarni o'zgartirganda yuzaga keladi. Demak, bir dana kesh layndan demak foydalangan vaqtida ikki turli oqim ana shunday e, kamchilik yuzaga keladi. Demak, kesh layni 64 bayt, bunda ma'lumot bir joylashgan, mana birinchi ma'lumot, keyin ikkinchi ma'lumot va qandaydir padding hosil bo'lgan. Demak, birinchi oqim mana ma'lumot birni o'zgartiradi, ikkinchi oqim mana buni o'zgartiradi. Natijada kesh doim yangilanadi. Mana buni o'zgartirgandan keyin yana kesh yangilanadi, ikkinchi o'zgartirgan yana kesh yangilanadi. Demak, fast sharing yomon. Fast sharing yomon. Mana bunday yomon yo'lga qo'yilgan. Mana struktura bad counter, bad counter degan, demak, struktura tashkil qilingan. Int count 1, int count 2. Sir birni Damla, ishlatadi. Labbay. uzr bezovta etdim, darsizni bo'ldim. Bu nega chaqirtirdilar? Yig'ilish bor ekan, shunga darsdan chiqsam bo'ladimi? So'ram chiqavering, uning nasi yo'q. Rahmat damla. Demak, birinchi oqim birinchi, demak, nimani o'zgaruvchini ishlatyapti 4 bayt. Mana ikkinchi oqim ikkinchi o'zgaruvchini ishlatyapti. E, Count 1 va count 2da bir xil qatorida joylashgan bunda. E, Mana kesh yangilanib, Thread 1da mana kesh 1 yangilanadi, keyin Thread 2da kesh yana yangilanadi. Ya'ni count 2 ni o'zgartirish natijasida kesh xotiradagi ma'lumot yana yangilanadi. Fast sharing jarayoni, demak, tahlil qiladigan bo'lsak, mana cache line ma'lumot 1, ma'lumot 2 joylashgan va padding mavjud deb faraz qilsak, cache line 64 baytli cache line, demak, xotiraning asli holati, demak, boshlanish tartibi. Manzil mana bu A niki, mana bu nima desak, manzil mana e, nimaniki, count B niki, B o'zgaruvchisiniki mana bu desak. Street A, demak, A o'zgaruvchisi bilan ishlaydigan oqim. Demak, protsessor nolda count oni birga oshiradi va eng shu manzilni o'zgartiradi. Demak, keyishni holati mana bunday o'zgaradi. U paytda, demak, A teng 1. Ya'ni oshirdim, ma'lum A ning qiymatini birga oshirib, ya'ni A teng 1 bo'ldi. B hozircha o'zgarmasdan turibdi. Endi ikkinchi oqim bu, demak, oqim bu o'zgaruvchisini ustida ishlaydi va uning qiymatini yana birga oshiradi. Mana shunday. Demak, demak, fast sharing zanjiri cache invalidation. Demak, protsessor bir. Men count buni o'zgartirmoqchiman, lekin u qayerda? Tizim count b mana bunday manzilda, lekin bu cache line yana bunda deb aytadi-da. Demak, protsessor bu protsessor 0, protsessor 0 ga so'rab yuboradi. Ya'ni 0 protsessor 0 bularni asosiy potok. Har bir dastur ishlash jarayonida kamida bitta potok mavjud bo'ladi. Demak, bu protsessor 0. Sen yana mana bu manzildagi oralig'ida keshni tozalab yubor. Men yangi nusxasini olaman. U, demak, ikkinchi yoki uchinchi potok aytadi. Protsessor 0ga mana buni yangilab yubor deydi. Men mana buni nusxasini qo'yaman deydi. Chunki buni qiymatini birga oshirdi-ku. Har safar u shunday tartibda ishlab turadi. Shuning uchun cache line'ni alohida ma'lumotlar alohida cache laynlarda joylashishi kerak. Demak, bu jarayon ko'p takrorlanadi. Bunda cache bekor qilinadi, har safar yangilanadi. Asosiy xotiradan yangi nusxa olinadi. Ma'lumotlar o'zgartiradi, boshqa protsessorlarga xabar beradi. Men mana bu qismni yangilamoqchiman degan xabarni protsessorga uzatadi. Mana bu fast sharing jarayoni.
Fosharingni jarayonini bartaraf qilish uchun qanday amallarni bajarishimiz kerak degan savol bor. Buning uchun padding qo'shish. Mana nimalarga qanaqadir yetishmaydigan qismlari bor. Masalan, o'zgaruvchilarni e'lon qilish vaqtidagi nimalarni to'liq joylashtirib, to'rtga karra qilib joylashtirish nazarda tutilgan. Demak, bu strukturani ko'radigan bo'lsak, int count street 1, char padding 60, mana e, bu int deganimiz 4 baytdan iborat. O'zgaruvchilar nimasini ko'rgandik? E, 4 baytdan iborat. Char padding 60 bayt padding qo'shib berdi. Int count 2da mana char padding 60. Demak, jami 64 bayt qo'shib berdi. 64 bayt bilan padding qo'shishga erishildi. Demak, endi count 1 va count 2 turli kesh, mana bu count 1 bilan count 2lar turli kesh qatorlarda joylashadi. Chunki 64 baytdan 64 baytdan kesh line hosil bo'lgan. Alohida kesh linelarda joylashdi. Endi tekstlash, ma'lumotlarni kesh line boshidan boshlab joylashtirish. Demak, mana buning uchun oqimlarni tashkil qilishimiz uchun mana IOStreamni bilasizlar. Input output stream. Stream demak oqimlarni tashkil qilish uchun chrono va vektor, ya'ni massiv ko'rinishdagi o'zgaruvchilar vektor ko'rinishidagi konteyner yaratildi o'zgaruvchilarni saqlash uchun. Demak, yomon fos sharing bunda bot counter mana ikkitasi bir cache line'da joylashgan. Int bilan mana 4 bayt 4 bayt 64 baytli cache line'ning ichida 4 bayt 4 baytdan joylashgan. Endi yaxshi tekstlash mana bunda alignus degan o'zgaruvchi ishlatilib turibdi. Alignus degan o'zgaruvchi intni demak alohida keshda joylashtiradi. Bunda 64 paddingni mana shunday tartibda alignus o'zgaruvchisi bilan to'ldiradi. Ya'ni bir cache line'da count 1, ikkinchi cache line'da esa count 2 joylashadi. Shu orqali biz cache line'da alohida joylashtirishimiz mumkin. Thread local storage har bir oqim uchun alohida nusxasi bo'lgan o'zgaruvchilar. Demak, bu birinchi yechim, mana bu ikkinchi yechim. Ya'ni cache line'da bir xil cache line'da bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun mana birinchi padding qo'shish, ikkinchi mana alignus nimasi yordamida paddinglarni avtomatik tashkil qilish 64 ga to'ldiradi. Demak, Sri Lanka so'rash har bir oqim uchun alohida nusxasi bo'lgan o'zgaruvchilarni tashkil qiladi bunda. Demak, bunda Sri Lanka int Sri count 0 mana void stream work. Demak, bu yerda hech qachon fast sharing yuzaga kelmaydi, chunki ularni nusxasi bilan ishlaydi. Race condition muammosi. Race condition degan qanday muammo? Bu bir necha oqim bir o'zgaruvchini bir vaqtda o'zgartirmoqchi bo'lganda yuzaga keladi. Ya'ni bitta o'zgaruvchi, asosiy o'zgaruvchi dasturda bor, lekin bir necha oqim shu o'zgaruvchini o'zgartirishga buyruq berilgan. Ana shu paytda race condition muammosi yuzaga keladi. Buning uchun biza thread local storage, ya'ni har bir oqim uchun alohida o'zgaruvchi nusxasini hosil qilamiz. Buni shu masalani ham hal qiladi bu prinsip. Fast sharing bilan demak 2450 mikrosekund ishlatilsa, cache alignment bilan 620, samaradorligi oshishi 1830 mikrosekundga oshadi. Izoh: cache line alignment fast sharingni bartaraf qilib, dasturni 4 barobar tezlashtiradi. Afzalliklari: fast sharingni oldini oladi. Har bir oqim alohida cache qatorda ishlaydi. Dasturni tezlashtiradi. Cache doim yangilanib turilmaydi. Samaradorlikni oshiradi. Parallel dasturlash uchun qulaylik yaratadi. Race condition'ni oldini oladi. Ya'ni oqimlar bir o'zgaruvchiga murojaat qilishini, bir vaqtda murojaat qilishini oldi olinadi. Ularni har bir o'zgaruvchi, har bir oqim o'zining o'zgaruvchilar nusxasi bilan ishlaydi. Soddalik: o'zgaruvchilarni murakkab sinxronlashtirish kerak, zarur emas. Xavfsizlik masalasida oqimlar bir-biriga ta'sir qilmaydi. Alignus 64 deganimiz demak
Bu standart kish qatorida, standart kish qatori o'lchamida ma'lumot. Demak, xavfsizlik masalan, demak, Alignance 64 deganimiz e, standart bo'yicha kish qatorida ma'lumotlarni 64 bayt kish laynda joylashtiradi. Noma effekti to'g'risida gaplashamiz. Noma effekti non-uniform memory access degani bir xil bo'lmagan xotiraga murojaat. Demak, bu ko'p protsessorli tizimlarda xotiraga kirish tezligi protsessor va xotira o'rtasidagi masofalarga bog'liq bo'lish prinsipidir. Demak, eski tizimlarda demak, mana shunday ko'rinishda ega kirishlar mavjud bo'lgan, bir xil xotira bo'lgan, har qanday protsessorlar bir xil tezlikda ishlashi kuzatilgan. SPU 0, SPU mana yadrolar 4 ta yadro, demak, xotiradan mana shunday hammasi bir xil tezlikda ma'lumot nima qiladi, oladi. Hozirgi zamonaviy tizimlarda har qaysini o'zi numa not degan tushuncha bor. Bu numa not degan bu protsessor va unga yaqin bo'lgan, yaqin joylashgan e, xotiradan iborat alohida kichik birlik. Mana bunda demak, birinchi protsessorni o'zining xotirasi, e, demak, operativ xotirasi, demak, undagi kesh nimalar, mana shunday tartibda SPU 1da SPU 0 bilan SPU 2, ya'ni 0-bilan yadro bilan ikkinchi yadroni bir-biriga mana RAM dan RAMga to'g'ridan-to'g'ri qisqa yo'l bo'yicha murojaat qilyapti. Demak, Numa effekti, demak, bu boshqa nimaga murojaat qilib qolganda, masalan, RAMga emas, mana registrga yoki bo'lmasam boshqa operativ xotiradan kesh xotiraga yoki bo'lmasam operativ xotiradan, demak, boshqa nimalarga xotiralarga murojaat qilgan vaqtida yuzaga keladigan effektlar bu Numa effekti deb aytiladi. Demak, bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Savollaringiz bo'lsa bemalol eshitaman. Hurmatli talabalar. Shunda domlalar qachon o'rgatasiz nelarni darslarni? Hozir.